Biz sizlar bilan butonimizni yasashni boshlaymiz. U uchun bizga farfor kerak. Farforga oldindan sariq rangni berdim. Qanaqa rang ishlatish kerakligi mana asosan men mana shu kolordan foydalanaman. Menga yoqadi, o'zimga rang berishi ham yaxshi, hamyonbop. Hozirgi kunda bu adashmasam 30 ming atrofida turadi. Hamma magazindan har xil stроительный magazindan topasizlar. Например, buni menga где-то 10 kilo farforga bemalol yetib beradi. Mana mana shunaqa rang qilishdi. Agar yarki qilmoqchi bo'lsangiz, to unda ozgina yana qilish kerak, qo'shish kerak. No, o'ylaymanki 10 kilo farforga 30 ming so'm краситель это ko'p pul emas. Sizlar bilan hozir buton yasaymiz, atirgul butonini. Buning uchun kichkinagina olamiz, точечку. Eng o'rtasini yasaymiz. Ingichka qilib olamiz. Qo'rqmanglar, bu sovunda chiqadi. Cho'pimizni olamiz. Qaranglar. Farfor vaqt o'tishi bilan kichrayganligi sababli o'rtadan olib qo'ysanglar, farfor quriganda cho'piga teshib chiqadi. Shuning uchun eng uchidan olamiz. Buni ko'ryapsizlarmi? Joy bo'lishi kerak, farfor quriganda chiqib ketmasligi uchun ko'ryapsizlarmi? Dumaloq qilib buraymiz o'rtasini. Niyozli qilib. Tegini yaxshilab qotirib olamiz. Davomi. Yana olamiz. Ozgina qotirib olamiz. Mana no'xatni kichkinasi. Moshdan ozgina kattaroq, no'xatdan kichkinaroq. Ingichka qilib olamiz. Hozircha bizga vayner kerak emas. Chunki bu joylarni vayner xohlasanglar vayner qilsanglar bo'ladi, vaynerda bosib chiqarsanglar bo'ladi, lekin o'rtasida bu narsa ko'rinmaydi. Mana endi yana burab olamiz. Sekin astalik bilan tegini qotirib olamiz. Bu etapda bizani gulimizni yasash to'xtaydi. Chunki farforimiz qochishi kerak, cho'pdan tushib ketishi kerak emas. Farforimizni qotirishga qo'yib qo'yamiz. 3-4 soatdan keyin yana davom ettirsak bo'ladi bu yasash. Kamerani yaxshilab yaqinlashtirib ko'ryapsizlarmi? Izi aniq. Bo'ldi, shundan qoldiramiz buni qurishga.